Vesselamu ala Resulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm karındaşlar. Ramazan ayımız mübarek olsun. Uluğ Ramazan küldürdük itibarımız. Biz Şarkı Türkistanlık buluştuğumuz bilen her günü dua kılımız, her günü ibadet kılımız. Beşimizdeki zulüm, ırkı kırgınçılıklarının kötürülüp getiş için Allah'a dua kılımız. Çünkü biz Müslüman, biz mümin. Allah dualarımızı icabet kıldı dep ümit kılımız. Şu ümit kılgınımızdaki Allah dualarımızı icabet kılsın. Kılgın ibadetlerimizni kabul kılsın. Allah öz dergahida bizlerini öz yaxşı görgen salih bendilerinin katarından kılıversin. Amin. Ama davamlılık meni ensirtadigan bir ayet var karındaşlar. Şu Şarkı Türkistanlık buluş süptümüz bilen biz özümüzü mümin hesablayımız, Müslüman hesablayımız. Ama bir ayet devamlı korktudu. Şu bizden imanımız kabul bulamı, şu Müslümanlığımız kabul bulamı deyilgan bir endişe var. Bugün şu ayeti toxtudu ben, şu endişeme kadıslar bilen bir şirkli şey dep kaldım. Bu ayet şu Sure Bakara'nın 256. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tebeyyena rushdu minel gayy. Femen yekfur bit-tağut ve yu'min billahi faqad istemseke bil urvetil vuthqa la infisame laha vallahu semi'un alim. Sadakallahul azim. Rabbimiz Allah bu ayeti şundak deydi. Dinde zorlaş yoktur. Yani İslam dinida hiç kim ne işlemigi zorlaş yoktur. Bu dünya imtihan meydanı bolgandikin hemmeden öz ihtiyarı bilen, öz iradesi bilen özünün kimlikini ispatlaş gerek. Çünkü mecburlangan vaqtida o kimlikni ispatlagılı olmaydı, kimlik tespiti kılgılı olmaydı. Şunun için hemmimiz özümüzün kimligimizni ispatlaş için mümin mi, Müslüman mı, kafir mi, münafık mı, müşrik mi, mulhid mi, fasık mı, facir mi? Bunu ispatlaşımız için bizde erken irade oluş gerek. Biz hür buluşumuz gerek. Şunun için din bir nesigi zorlaşını yaktırmaydı, çekleydi. La ikraha fid din, dinde, İslam dininde zorlaş yoktur dep başlaydı bu ayet. Keynedin. Hatta beyyener rüştü minel gay. Hakikat doğru yol, batıl yoldan enek ayrılıp oldu. Yani hakikat yolu, batıl yoldan enek ayrılıp oldu. Çünkü Allah bu dünyanı yaratkandılar. Hemen enek ayrım yaratıp, onu uçuşluk, hak ve batılını araydıgan akılını verip, onu köstediğin kitaplarını nazlı kılıp, onu rehberlik kılgan peygamberlerini düşürüp, bu hemmisi enek olap bulağılık dünyada. Enek bulmaya kapkagan hiç nesi yok. Kimki tağutni inkar kılsa, Allah'a iman etse, o hakikaten bozulup ketmeydigan, üzülüp ketmeydigan, mahkem tutkan buludu. Bendilerinin sözlerini anlap durguçudur Allah, niyetlerini bilip durguçudur, deydi ayet. Hem de, beni ensretken ayetteki mühim noktalara gelelim. Hem de bu ayet, Aşamımız Ayet-ül Kursi deyimiz go. Şu Ayet-ül Kursi'nin akıstıkilam ayet. Ayet-ül Kursi degen Sure Bakara 255. ayet şu. Mavi 256. ayet. Hemmeden açıplam qarap baksan buludu. Nayete edemden ensirtidigan bir nokta var bu ayette. Bu ayet İslam akidesinin en mühim ulteşi qarindaşlar. İslam akidesinin ulteşi. İslamiyette akide buzuq olsa işimiz kabul olmaydı. Akide buzuq olsa kılgan emeller kabul bulmaydı. Bu İslam akidesinin ulteşi degenimiz değil mi? İslam akidesi muş ayetin üstüge kurulgan demekçi. Bu yerde tağut ve iman oturusunda bir münasebet var. Allah imanı tağut bilen münasebetleştirip koyarlık. Yani ayette Allah'a iman etişten burun
tağutni inkar qilish tilga ilingan. Femen yakfur bit tağut. Birinchisi, kim tağutni inkar qilsa, tağutga qarshi tursa ve yu'min billah, andan Allah'a iman etse, bu adam to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'ladi deydi. Tağutga qarshi turish birinchi, andan keyin Allah'a iman etish ikkinchi. Bu aş biz iman etadigan vaqtimizda iman kelimesi nimeydi? La ilahe illallah deb başlaymiz go. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kelime tevhid şu. Aşını etsek iman etken bulumuz. Nim degen buluttu o? La ilahe illallah. Allah'tan başkası ilah emas degen gel. La ilahe degen ilah emas. İlah emas. Xuda emas. Perverdigar emas. İllallah. Allah'tan başkası degen gel. Biz aş iman etken vaqtısında aş kelimede aş la ilahe illallah kelimesinde baştalam tağutni inkar qilish var. Her gün qopab la ilahe illallah Muhammed Resulullah deymiz. Başta ben tağutni inkar qilaman deb guvohlik beramiz. Tağutni inkar qilib bo'lgan yoki tağutlarni inkar qilib bo'lgan yoki Allohga iymon etish keladi qarindoshlar. Aş la ilahe illallahning yana bir versiyoni ma'vo ayet. Tağutga qarshi tursa, kafir olsa ve Allah'a iman etse, bu adam to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'ladi, to'g'ri tutqiga esilgan bo'ladi. Endi nima uchun bu yerda al-urvatul vusqa kelimesini Rabbimiz qo'llandi? Al-urvatul vusqa degan üzülmez tutqa, og'amchi degan gap. Biz mana dunyo degan gap qarindoshlar, eng pastki en çunqudaki zindan degan gap, dünya. Bizning asli makonimiz, ana vatanimiz cennet. Biz cennetdan keldik ma zindonga. Biz mush zindandan şu cennetga chiqishimiz lozim. Bunda insonlar muhitida biz mangsak bunda yantirib qo'yamiz. Bunda tik ucholmaymiz. Ama a'lai illiyin cennet en yukarıda biz yaşayotgan en aslida yaşayotimiz unda bo'lgandan tik mangmasak, uçmasak chiqqulanmaydi cennetga. Shuning uchun bizda qanot bo'lmaganligi uchun Allah bizga islomdan iborat to'g'ri bir tutqini, to'g'ri bir buzulmas tutqini tushirib berdi. O igizdan arshaladin dunyoga buzulmas, üzülmez bir tutkuş İslam'dan ibaret. Aşının esasak anamdaki bizim tatipta erşalarga çıkıdığan vakitçe üzülüp ketmeydiğen ağamça. Üzülüp ketmeydiğen ağamça, üzülüp ketmeydiğen, buzulup ketmeydiğen tutku İslam, Kur'an, vahiy. Aş ağamçıga esiliş hemimizden vazifesi. Ve'tasimu bihablillahi cemiyan. Allah'ın ağamçısıga hemimiz esilmesek bulmaydı. Esilmesek çıkamayız. Bu ağamçıdan başka hiç nime bizni o cennetke elip eş gitemeydi. Birden bir bizni şu dünyadan cennetke elip mağdığan ağamça tutqa İslam'dır. Şu tutqını qanday qilsak tutadi ekanmiz? Tutmasak çıkamayız dedik ya. Qanday qilsak tutadi ekanmiz? Tağutga qarshi turishimiz kerakkan. Anadaki Allah'a iman etishimiz kerakkan. Allah'a etilgan iman bilan tağutga qarshi turish birga bo'lmasa, qabul bo'lmaydi degan gap. Tağutga qarshi turish imonning sharti emiyadi. Tağutga qarshi turmaydigan iman hisoblanmaydi degan gap qarindoshlar. Yani tağutni inkar qilish imanning oldingi shart. Allah Teala ayette iman etishdan burun tağutni inkar qilishni tilga oldi. Yani qalb ve hayat gunohdan, zulmdan ve ilahlik davası qilguvchi kuchlardan poklanmaguncha haqiqiy iman mustahkam bo'lmaydi degan gap. Iman qalbda bo'ladi-ku. Qalbimizda bo'lgandan keyin o imanning ta'siridan o iman aslida hayat yaşayımız go. İman
anandan keyin bizning bu dunyodagi hayotimiz gunohdan, zulmdan, ilahlik da'vosi qilguvchi kuchlardan poklanmoqchi. Haqiqiy iymon mustahkam bo'lmaydi. Endi biraz tatbiqlab bakayım. Xitay tecavüzçileri ve tağutluk süfti ikkisini seliştiğe vaktimizde Xitay tağut mu emas mı degan savol tushdi. İslam düşüncesinde tağut degan nima degan gap? İslamiy düşüncede tağut faqat butlarga emas, halqa butqa cho'qindiqchilarning butlarga tağut deyilmaydi. Ummu tağut ama tağut deb yana nimalar deyildi desa, Allohning hokimiyatiga qarshi chiqqan, Allohning hukmiga qarshi chiqqan, insonlarni o'ziga qul bo'lishga majburlagan, zulm va tajovuzchilik orqali haqni almashtirib etgan. Har qanday kuchni nima deydi ekanmiz? Tağut deydi ekanmiz. Bu Xitoy bo'lsin, boshqasi bo'lsin, mush sifat bilan tushsa tağut deydi ekanmiz. Nima tağutning ta'rifi? Allohning hukmiga qarshi chiqqan, insonlarni o'ziga qul bo'lishga qistagan, insoniyatga zulm qilgan, tajovuzchilik orqali haqni almashtirgan har qanday kuchga tağut deydi ekanmiz. Endi Xitoy tajovuzchilariga qarab baqsak, nima uchun biz davomli bu Xitoy bilan qolamiz? Chunki bizning vatanimizni Xitoy besib oldi. Bizning mushundaq xor zabun yashashimizga Xitoy sababchi bo'layotdi. Zolimlik bilan, tajovuzchilik bilan, irqiy qirg'inchilik bilan. Vatan egallarini vatandan qo'g'lab chiqarish orqali Xitoy tajovuzchilar nima qilyotdi? Sabab bo'layotdi. Shuning uchun biz Sharqiy Turkistonlik musulmonlarmi tağutga qarshi turish vazifamiz bo'lgandikin, bizni mushalga ekilib qo'ygan tağutga qarshi turamiz shu. Qarshi turish vazifamiz bo'lganligi uchun, qarshi turmasak bo'lmaydiganligi uchun qarshi turamiz. Shuning uchun Xitoyni tunimasak bo'lmaydi. Shuning uchun Xitoy tajovuzchilari, Xitoy hokimiyati del Allah qarshi tursan, bu iymonning sharti da'vatgan, shu qarshi turish kerak bo'lgan tağutning ta'rifiga naq tushdi. Masalan, Xitoy nima qilyapti? Allohga qarshi chiqyapti, chiqyapti. Allohning hukmiga qarshi ish elib beryapti, shunday qilyapti. İnsanlarni o'ziga qul qilyapti, ha. Zulm qilyapti, ha. Irqiy qirg'inchilik qilyapti, ha. Tajovuzchilik qilyapti, ha. Hammasiga ha. Shuning uchun Xitoy %100 bu tağutga tushdi. Xitoy tajovuzchilari o'zlarini xalqning ustidagi mutlaq ko'ch deb qaraydi. Teşvikatı qarayli, partiya bo'lmagan bo'lsa, unda bo'ldik, bunda bo'ldik. Mushunda aslında mushalga ekegan, mushunda baxtli yashayotgan shu kommunistik partiya deb o'zini shu ilahning o'rniga qo'yib, medisana aytayotganligini bilamiz, qilmaymiz. Ammo insonlarning e'tiqod erkinligini bo'g'idi. Ya'ni kommunist bo'lsang yashaysan, kommunist bo'lmasang o'lasan deydi. İslam nima deydi? La ikraha fiddin. Dinda zo'rlash yo'q deydi. O Xitoylarning mandaq zo'rlashini islom dini cheklaydi. Islom dini cheklagan taqdirdami Xitoy qilaveryapti. O'zlarining shaytoniy tuzumlarini majburiy tinglayapti bizga. Bundaq bir Xitoy tağut kategoriyasiga kirmay kim kirdi? Tajovuzchilik, assimilyatsiya, irqiy qirg'inchilik, İslamning hükümlerini cheklash, mani qilish, mana o'sha haddidan oshib tağutlashganlikning eng yuqori chekiga yetganlik. Endi Xitoyni tağut demasa qarindoshlar, dunyoda tağut yo'q desak bo'ladi. Dunyodagi tağutlarning eng zirvasidagi, eng ustidagi tağut Xitoy. Bu Xitoyga qarshi turish yolg'iz biz Sharqiy Turkistonliklar emas, butun dunyodagi musulmonlarga, hatto butun dunyodagi insonlarning ustiga qildigan bir vazifa bu. Chunki Xitoy
yalnız Müslümanların düşmanı emas, bütün insaniyetin düşmanı. Çünkü o Allah'ın düşmanı. Bütün insaniyet Allah'ın yaratkan bendileri. İnsaniyetki zarar saratkan bir mahluk düşman hesaplanıdı. Xususan bizning düşmanımız hesaplanıdı. Onda bo'lgandan biz Sharqiy Turkistonlik xalq Xitoyga qarshi turish yalnız ibodatlar emas, aqida masalasi aqida. Hiç ish qilmasak Xitoyga qarshi ekanligimizni, Xitoyni yomon ko'rdiganligimizni Allohga deyli. Ma qalbimizni qoyil qilaylik shunga, andan Allohga deyli, duolarimiz, ibodatlarimiz ijobat bo'ladi. Bo'lmasa ahvolimiz xatarli qarindoshlar. Kimki bundaq zalim, tajovuzchi tag'utlarga bosh egmay, ularni rad qilib, qarshi turib, Allohning yo'lida ching tursa, u üzülmez bir kuchga halqa Allah tushirib bergan iymonga erishgan bo'ladi. Üzülmez, buzulmaz kuch iymonga erishgan bo'ladi. Zulm qanchalik og'ir bo'lsa bo'lsin, bu mahkam tutqi insonni xorliqdan qutuldirdi qarindoshlar. Biz mesela Xitoyning zulmining og'irligidan hozir nurg'ullarimiz umidsiz. Biz hem de Uyg'urlar tugashdik, Sharqiy Turkiston xalqi tugashdik. Biz hem de Xitoyning qo'liga tushib ketdik. Xitoy Sharqiy Turkistonni yutib oldi. Hem de biz tugashgan deb mushundaq o'ylaydigan umidsiz. Bundaq umidsizlik şu insonni iymonsizlikqa qapirdi. Shuning uchun bu Allah tushirib bergan men iymonga, vahiyga eslaganlik, urvatul vusqaga eslaganlik, zulm qanchalik og'ir bo'lishidan qat'iy nazar, bu mahkam tutqib insonni xorliqdan qutuldirdi, hemen qutuldirdi. Bizning ma tinish uchun havoga ehtiyojimiz bo'lgandek qarindoshlar. Tinish uchun havoga ehtiyojimiz bo'lgandek. Dunyoda va oxiratda baxtli bo'lish uchun bu urvatul vusqaga, bu islomga, bu vahiyga ehtiyojimiz bor. Xitoyga qarshi turishga ehtiyojimiz bor. Xitoyga qarshi turishga majbur biz. Mesela nurg'un odamlar bunday qilsak siyosatga aralashib qolamiz deb qo'rqadi. Hem de İslami siyasette qanday qaraydi, tag'ut qushini bir qarab baqaylik. Allah'ın kanunu bir chetga qayirib qo'yib, o'zining mutlaq hokimiyat egasi deb e'lon qilgan. İnsanlarni o'ziga qul qilgan, zulm orqali boshqargan, hatto unimizda irqiy qirg'inchilik qilib bo'lgan har qanday kuch, har qanday tuzumni tag'ut deydi. Xitoyning tuzumiga qarab baqayli. Diktatorlik, butunlay zulm, majburlash bilan olib bergan Xitoy. Shuning uchun qaysi nuqtadan qarasak qarayli, Xitoyga qarshi turish, aqida masalasi, qarshi turmaganlik iymondan ayrilib qoladigan bir oqibatga olib boradigan gunoh kabira. Xitoy tajovuzchilarining xarakteri qanday? Ular faqat zaminni ishg'ol qilib qolmay, insonlarning e'tiqodini, ya'ni Sharqiy Turkiston xalqining e'tiqodini buzyotidi. Tilini cheklayotidi. Kimligimizni yo'qotishga urinyotidi. Uyg'ur deydigan bir kimlik, musulmon deydigan bir kimlik, Sharqiy Turkistonlik deydigan bir kimlikni yo'q qilishga tirishyotidi. Ya'ni o'ziga o'xshash Xitoylashtirishga tirishyotidi. Bu dal Qur'onda degan tug'yon, tag'utning eng yuqori pallasi mana shu. Yana birisi ilahlik da'vosi. Masalan, tajovuzchi Xitoylarning boshlig'i Xi Jinping degan maxluqning rasmini masjidlarga esib, masjidlarni alqab qilgan masjidlarni riyo uchun biz bularning masjidiga chaqilmadik deyish uchun qoldirib qo'ygan masjidlarga Xi
məxluqның resmini esishi, Qur'onni cheklashi, kishilarni o'zlariga Xitoy Kompartiyasiga cho'qinishga majburlashi, mana shu ularning o'zlarini bir tağut sifatida xalqqa tengayotganligining isbotidir qarindoshlar. Düşman bunda qilayotgan yerda biz musulmon sifatida, mu'min sifatida uni rad qilishimiz, uningga qarshi turishimiz farz ibodatlarning qatori shirdi. Aqida masalasi. Dinda zo'rlash yo'qdir dedik. Nima degan gap? İnsan qalbining mustaqilligini qo'g'daydi din degan gap. İnsanning qalbi har qachon mustaqil qilish kerak. Mecbur hech kimga bağlanmasligi kerak. Öz ixtiyori bilan bağlansa bo'ladi. Öz ixtiyori bilan qanoat tepib, razolab, nimani qabul qilsa o'zining ishi. To'g'rini qabul qilsa, oxiratda uning mukofotini ko'radi. Xatoni qabul qilsa, uning jazosini tatidi. O boshqa masala. Ammo ma dunyodagi hayotda, ma imtihon mezgilida insondagi iroda, insondagi aql hur bo'lishi lozim. Aql mustaqilligi, iroda mustaqilligi qo'g'dilishi lozim. Shuning uchun bizning islom dinimiz majburlashga qarshi turadi. Masalan, Xitoy tajovuzchilari sirtqi ko'rinishda, xalqni aldashda, dunyoni aldashda odamlarni majburlamagandek propaganda qiladi. Amaliyotda majburlasimi? Lekin qanchalik majburlasin qarindoshlar, qalbdagi iymonni majburlayolmaydi. Chunki Alloh inson qalbini mustaqil yaratgan. Qalbimizda Alloh sevgisi liq bo'lgan taqdirda u sevgini muhofaza qilgan asosda u Xitoylarni aldab ketgil bo'ladi. Men men bundag'ay deb yolg'on gaplar bilan Xitoyni aldab ketgil bo'ldi, qalbdagi iymonni saqlab qolg'il bo'ladi. Ruhimizdagi, qalbimizdagi qarshilikni saqlab qolg'il bo'ladi. O Xitoy qalbimizdagi o iymonni majbur elib olmaydi. Oyatda tağutni inkar qilishning birinchi o'ringa qo'yilishi. Nima degan ma'noni bildir? Nima uchun Alloh tağutni inkar qilsa, tağut qarshi chiqsa, buni birinchi o'ringa qo'ydi? Bunun ma'nosi shu. Musulmonning zihni jihatdan tajovuzchiga bosh egmasligi, ularning sistemasini rad qilishi kerakligini ko'rsatdi. Bir musulmon, bir mu'min, mu'minligimizni, musulmonligimizni saqlab qolaman desak, zihni jihatdan, aqida jihatdan Xitoyga bosh egmasligi, ularning sistemasini rad qilish kerakligini bu oyat shuni bildirdi. Bu ayette bir müminning iymonining qabul bo'lishining sharti tağutga kafir bo'lish ekanligi, tağutni rad qilish, uni tonimaslik, e'tirof qilmaslik kerakligi shart qo'shilgan. Bu shartni Alloh taolo o'z kalomida Qur'onda ochiq va keskin shaklda o'ttirib qo'ygan, o'qidik aynan. Undaqda men siyosatga aralashmayman deb Xitoy qarshi safga o'tmaydiganlarning iymoni qanday bo'ladi? Elbette qabul olmaydı. Qarindoshlar, qabul bo'lmaydi. Xitoyga qarshi safga o'tmasak imonimiz qabul bo'lmaydi. Chunki bu Allohga Xitoyni sherik qo'shganlik hisoblanadi. Endi o'ylanib boqaylik qarindoshlar. Bu oyatni bilmagan insonlarni nadan deymiz. Masalan, ular dinda o'qiyanmagan, Xitoy izlanmagandikin, cheklagandikin bilmaydi o bicharalar. Nadan haqlar deymiz. Ama bu ayetni biladigan, her günü namazlarida Allah'ın huzurida turib bu ayetni tilavet qiladigan dini zatlarga nima deymiz? Ularning nurg'unlari biz siyosatga aralashmaslikni bahona qilib, biz siyosatga aralashmaymiz deb buni bahona qiladi. Ularning nurg'unlari siyosatga aralashmaslikni bahona qilib, Xitoy qarshi safga o'tmaydi. Bu ahvolni nima degulik? Nima deb tushungulik? Buningga nodonlik deymizmi? Yoki bilib turib Xitoyga cho'qinganlik deymizmi?
Hozircha birinchisini deb turayli. Nadon deb turayli hozircha, aqlab turayli. Mushi tipdagi abjash aqida, mushi tipdagi abjash aqidalik insonlar bizga imom bo'lib namoz qildirdi qarindoshlar. Mush oyatni o'qib duo qildi, oldimizda mush oyatni o'qiydi, oqisini duo qildi. Bu namozlarning, bu duolarning oqibati qanday bo'ladi? Qabul bo'ladimi? Bular mush Ramazonda. Bu vaqtda Alloh mundaq deydi: "Yawma nad'u kullu unasin bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum va la yuzlamuna fatila." İsra suresi 71. ayet. Biz kıyamet qayım bo'lganda her taifini özünün imamı bilan mahşergahga chaqiramiz hisob qilish uchun. Hem aqida sahibi, hem ideologiya egalari özünün rahbarlari bilan, özünün imamlari bilan, boshliqlari bilan birga keladi. Bu jarayonda, bu dunyodagi jarayonda to'g'ri yo'lda menib, nomi amali o'ngdan berilganlar, ular iftixorli qaldi kitoblarni xalqning oldida o'qiy oladi. Ularga hech qachon zulmga uchramaydi, baxtli yashaydi deb to'g'ri yo'lda manganlar bo'lib, 72. oyatda nima deydi? Kimki mushu dunyoda qarg'u yashasa, ya'ni Allah Qur'onda uchiq davasimi, tağutga qarshi tursan, iymon etishning sharti tağutga qarshi turish davasimi uchiq ashkara. Bunu anglamay, namazda o'qib turibmi anglamay, duolarda o'qib turibmi anglamay, Xitoyga qarshi turmay, siyosatga aralashmaymiz degan bahona bilan mush dunyoda qarg'u yashsa, bu oyatni ko'ngili unmasa, ma haqiqatni tushungili unmasa, fa fil ahirati a'ma, u oxiratda a'ma qo'pidi. Va adallu sabila, yo'l jihatdan eng ozg'ullarning qatorasida hashr bo'ldi qiyomat kuni deydi. Yani cehennem ehlidir buludu degan gap qarindoshlar, bu xatarlik. Ahvol bu xatarlik. Shuning uchun haq bilan nohaqning ayrilishi, to'g'ri yo'lning batil yo'ldan aniq ayrilishi kerak. Shuning uchun Allah to'g'ri yo'l batildan ayrilib bo'ldi. Qad tabayyana ar-rushdu minal g'ay. Rushd g'aydan ayrılıb bo'ldi deydi. Yani ne vaqt ayrılıb bo'ldi, men bu dunyoning sistemasini naşlar arif yaratdim. Bu dünyada haq bilmey qilib, ezib ketib xato yo'lda menayotgan bir ish yo'q. Hammadan o'zining aqli bilan, o'zining irodasi bilan mangdu demoqchi bu yerda. Bugünkü kunda Xitoyning qilayotgan zulmi bilan haq yo'ldagilarning ko'rishi o't bilan suvdek aniq ayrildi qarindoshlar. Xususan Sharqiy Turkiston haqida Xitoyning safidagilar bilan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltiramiz da'vatqanlarning safi ko'rishi o't bilan suvdek. O't bilan suvning qanday farqi bo'lsa, ashunday farqi bor. Hammadan buning farqini biladi. Bu yerde o'ttirhal yo'l yo'q. Ananga mı çimey, mananga mı çimey, onda turvasım qutulib qalamanmi deydigan o'ttir yo'l yo'q. Ya tağutga agish ba, ya uni rad qilibla Allohga tayinish ba. Ya tağutga agishib, tağutga tayinib, kafir olab yashash va ya kafirga o tağutga qarshi turib, Xitoy tajovuzchilariga qarshi turib, Allohga tayinib yashash ba. Tecavüzçülük ve zulmasılık qilgan bir millet için çıkış yolu nima? En çok medet şu el-urvatul vusqa degan sunmas bir ağamçı dedik ko. İmandan kelgan sunmas irade. Allah'a esilish, tağutga qarshi turish din kelib chiqqan şu sunmas bir irade. İmandan manbalangan bir irade en çok nima? En çok medet. En çok kuralımız şu. Allah'a bo'lgan iman, tağutu bo'lgan nefret birleşip, mahkam tutquni hasil qiladi qarindoshlar.
mahkam tutquga eslashga majbur qutulish uchun. U tutqu nima ekan? Allohga bo'lgan iymon, tag'utga bo'lgan nafrat va qarshilik mahkam tutquni hosil qiladi. Bu tutquni tutgan kishi yoki millat hech qachon moddiy kuch oldida tiz bukmaydi. Mesela Xitoy unda kuchlanib ketdi, bunda taraqqiy qilib ketdi, endi tugashdiq, u bu deb qo'rqib ketish kerak emas. Mushu tutqilan bo'ladi ekan, Xitoyga qarshi turish irodamiz bilan bo'ladi ekan. Yana biz g'alaba qilamiz, Xitoy gumron bo'ladi, vayron bo'ladi. Oyatning oxirida Allohning anglag'ich ekanligini va bilgich ekanligini deb Alloh oyatni tugatdi. Nima degan gap bu? Zulm ostidagilarning noli faryodlarining behuda ketmaydiganligini, Sharqiy Turkistonda qirilayotgan mazlum insonlarning va zulmga uchrayotgan, tajovuzga uchrayotgan o bechora xalqning nol faryodlarining behuda ketmaydiganligini, tajovuzchilarning qilmishlarining hisobsiz qilmaydiganligini eskartib oyat oxirlashtirildi. Şimdi endi xulos shuki bu oyat bizga shuni o'rgatadi. Haqiqiy erkinlik Allohga iymon etish bilan bo'ladi. Haqiqiy erkinlik Allohga iymon etish bilan bo'ladi. Haqiqiy qulluq tajovuzchisiga, tag'utga bo'ysunishdan kelib chiqadi degan ma'no chiqadi qarindoshlar. Bu bizni yaratgan Rabbul Alamin Allah'ның ayetinden kelip çıkan bir mezmun. Şunun için bu bek enstitüde degen nokta müşetti. Qarindoshlar biz özümüzde Müslüman hesaplaymiz, mümin hesaplaymiz. Allah'a ibadet qilamiz, Allah'a dua qilamiz. Ama Xitoy tarafda turib qalsak, Xitoyga qarshi sepki o'tmasak, bu qilgan ishlarimizning hammasi bakavlab ketadigan bo'lg'achqa ve Ulug' Ramazonda şerikli şey dedim. Allah hemimizni doğru yolda cem buluşku nisip kılsın. Şu Ulug' Ramazonda dualarımızı, ibadetlerimizni kabul kılsın. Hemmeden muhimi bizni Allah iman etişki nisip kılgandek, Allah'a iman etişki nisip kılgandek celladımız bizning başımızga tağutulab yüzüne tiklavagan Xitoy tajovuzchilarga qarshi turadigan imoniy kuch, aql, idrak ata qilsin. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin.